Oldingi paytlarda yangi yil. To'rlaring 2006-yil ham kelyapti, ertaga yangi yil. Turlari, oningni baqirtirmalaring bolaman. Siz nima qorboboni kiyimini kiyib oldingiz, necha 12da kiyasiz? Issiqqina ekanda, keyin bolalarga sovg'a ham oldi. 12da beraman, yo'qol 12da olasan. Har joyda bezatilgan archalar, yosaydi qor parchalar. Sehrli bo'lib qoldi kechalar, yarim tun eshik ochilar. Kim nimani orzu qilgan bo'lsa, bu narsa uyiga olsin deb. Nima qilasizlar? Ovqat yepishdimi? O'zimiz ovqatni ertaga yeymiz, bugun mehmonga boramiz. Nima shu odam ko'rsa, uni yuradi. Voy, bu yil yangi yil qilmadinglarmi? Yo, adasi ruxsat bermadilar, qilmadik. Borganda dasturxondan biror nima oladiz. Hech narsa yo'q ekan, lekin men piyola oldim. Sen jinnimisan? Shuncha piyola bor ekan-ku. Voy, bilmay qopman, adasi bezatib qo'yibdilar-de. Aldamang. Jasur qo'shninkiga boramiz, dasturxon to'la bo'ladi. Mashdan to'y chiqib ketish kerak. Ana shu ananas qimmatga tushganda qo'shni. Xuddi mana shu shkolatni Moskvadan olib kelganman. Bitta ichaylik chiqadi. Mana shu shampanskini ham juda qimmatga so'raganini sotmagandim ha. Ko'rgazmaga qo'yilgan ekan-da unda. Menga ham bitta rulet olib bering, biz ham yomay o'tiribmiz. Qaydan ananasni nomard qimmatga olganman. O, ana, odobnoma o'qituvchinikiga keldik. Jaziyoli odamlar eshilar. Kel, qo'y. Yumshoqni men bosib oldim. Ustozim. Men ichaman har kuni. Sani deb ichmayman men. Ichmoqchiman. Ha, nimadir olinglar. Постой, паровоз, не стучите колеса. Bular yeyish uchun oldin ichish kerak ekan. Yangi yil kirib kelishiga 15 minut qoldi. Turinglar, ko'chada kutamiz. Bo'pti, biza ketdik, shuna qoldi. Kutish kerak. Soat millari hayot sabog'ini eslatar go'yo. Yillar to'ldiradi umr daftari. Salut. Bu yolg'on emas hayoki. Aya, salut qani? 38 ga kirib hali salut ko'rmadim. Faqat ovozini eshitaman. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. 1-yanvar kuni nimalar bo'ladi? Hamma xohlagan joyda yotadi. Televizor bo'lsa bo'kirib yotibdi. Kecha ertalab tursam yeyman deb niyat qilgan narsalaring dasturxonda yo'q bo'lib qoladi. Qaysidir ochko'z pintuzani faqat go'shini terib yeb qo'ygan. Yana kimdir tortni ustiga o'tirib olibdi. O'sha kuni detskiy o'rtog'ing telefon qilib, ko'rishmaganimizga 1 yil bo'libdi deb prikol qiladi. Hojatxona doim band bo'ladi. Qaynisining ekan. O'tgan yildan qolgan oliviyeni yeb olibsiz kelin. Qaynaning ham yemagan hazil qiladilar. Oliviya bilan norin qish tugasa ham tugamasa kerak. Alkash erini bo'lsa kuni bo'yi boshi og'rib yuradi. Qaynisining hali ham o'tiribdi. Shuncha muammo ustiga mehmonlar ham keladi-yu. Yo, savolda nimaga hamma bizanikiga keladi? Biz boshqalarnikiga mehmonga bormaymiz-u. Mehmon kelsa mayli, ulardan keyin yig'ilib ketgan idishlarchi. Yaxshi ham bavi bor. Shuncha idishni bittada dezinfeksiya qilib olaman. Oldin katta tog'oraga qaynoq suv solib, bavini solib 10 minut kutaman. Kechadan qolib ketgan selyotka hidiyu yopishib qolgan xalideslarni 10 minutda tozalab olaman. Keyin oddiy suvda chaysam bo'ldi. Qaynisinim hali ham shattalar. 1-yanvar kuni oynan oldiga kelib hammani motivatsiyasi paydo bo'lib qoladi-yu. 2026 mani yilim. O'zimga va'da beraman. Bu yildan zalga chiqaman, alt solaman. To'xta, o'tgan yil ham shularni bajaraman deb o'zimga va'da berib bajarmadim. Ha, mana bu yil yana va'da beraman deb yana bajarmayman. Paq. Yangi kelin hayotida nimalar bo'ladi? Ertalabdan eringni kerak bo'lmasa ham ko'cha supurishga billa olib chiqib turg'izib qo'yasan.
Zebo nima qilyapsa? Supurolma. U taraf qo'shniniki Zebo. Ha, voy. Qaynining hamma narsani joyini ko'rsatsa ham baribir esingda qolmaydi. Qayta so'rashga uyalib eringga qilasan. Umid aka, muruch qayerda? Ishtaman, oshxonaga qarasang topasan. To'g'rani ham topolmayapman. Menimcha spalnida bo'lsa kerak Zebo. O'zingni begonadek his qilasan. Ering kelsa sal xotirjam bo'lasan. Keldingizmi, buncha qolib ketdingiz? Zebo, yangi yil munosabati bilan Iskandar Bildingsda ish ko'paygan. Endi boshlang'ich to'lov 30% emas, 10% dan oylik to'lov ham 48 oyga bo'lib to'lashga beryapmiz. Boshlang'ich to'lov necha puldan ekan? Bir xonali uyni boshlang'ich to'lovi 41 million, 2 xonaliniki 48 million, 3 xonaliniki bo'lsa 77 million 900 ming so'mdan. Zo'r-ku, aksiya qachongacha bo'lar ekan? Aksiya shu yilning 30-dekabrgacha bo'lib o'tadi. Lokatsiyani bilasan-a? Mezbon loyihasi Yunusobod 16-kvartali shundoqqina ro'parasida. Voy, sizga kelin salom qilish esimdan chiqib qopti. Bo'pti qil. Salom qiladiganim topolmayapman. Uyquga ham to'ymaysan, lekin qaynonangning oldida har doim sergak turishing kerak. Oying telefon qiladilar, sog'inib yig'lab borasan. Oy, sizni sog'inib ketdim. Oying ham bezlarcha yengili yo'qmi deydi. O'zi 3 kun bo'ldi kelin bo'lganimga. Asal oyga bilasanmi, ering sani qayoqqa olib boradi? Qarindoshlarinikiga o'zingni begona, ortiqchadek his qilib oshxonaga chiqib ketasan. Qaynonang bo'lsa qarindoshlariga sani kamchiliklaringni aytib yomonlab o'tiradi. Ana, kelinlik hayotiga xush kelibsiz, kelinchak. Kelinchak, oh kelinchak. Qo'yvorma faqat meni. Qaq qo'yaveraman, vaqma qilmang. Zebo, o'rtoq bormisan? Voy, o'rtoq! Yaxshi keldingmi? Men qo'shiq aytishni o'rgandim. Bitta ishga qarab, pul topajak, mashina olajak, keyin joy solajak. Bip bip shu gitarist qolminizmdan ko'nglimni olajak. O'rtoq, sana qo'shiq chiqmaydi. Bu ham to'g'ri lekin rejissor chiqadi. Hozir shu qo'shiqni klip olib beraman. Qani adasi klip qilamiz. Pul tapacak, mashina alacak, keyin joy solacak. Shu gitarist kommunizmdan ko'nglimni olajak. Degan joy yo'q deymiz muskada. Bo'ldi o'rtoq, men ketaman. To'xta, bitta gitara chalib bering, eshitib ket. Chal. Pul tapacak, mashina alacak.